Musurqon faqat sanda bo'ladi, odam musurqon bo'lmaydi, odam musurqon bo'lsa agar odam o'lib qoladi degan aqli negativga tegishli video bo'ladi bu. O'tgan safar hijomida faqat tanadagi musurqonni olib tashlab deb aytgan gapimga bitta video uchun 50 ta kommentariy kelgan, 50 ta kommentariyning hammasi negativ, shu bir-biridan ko'rib bitta gap aytgan odamlar. Demak, men bu gapni aytishim sababi to'g'ri musor deb aytgan uchun noto'g'ri bo'lishi mumkin, lekin men oddiy xalqqa hech qanaqa meditsinskiy ma'lumot yo'q odamga bir og'iz so'z bilan tushuntirishlik uchun musor deb aytganman. Demak, faktiski ilmiy jihatdan olib qarab o'rganib chiqiladigan bo'lsa, odamning qoni tug'iladi va qon ma'lum bir kun yashab qon o'ladi. Demak, bu narsani men sizga to'g'ri tushuntirib bersam, buni birinchidan hech kim ko'rmaydi, ikkinchidan tushunishi ham juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun odamda zaharli toksin yiqqan qon, havodan yeb ichganimizdan zaharlangan qonlar va o'lik qon hujayralari bo'ladi. Ular faqatgina har doim kapillar qon tomir terining ustki qavatidagi soch to'g'lamizdan ham 50 barobar yuqori kapillar qon tomirlar atrofida shlak bo'lib yig'ilib qoladi. Demak, uni yo'qotish yagona yo'li hijomi, keng yo'li bo'lsa zulg bo'ladi. Demak, bu videoni negativga tashlab qo'yasizlar va bu haqda ma'lumot berib qo'yasizlar.